Hozirgi kunda Trackerning eng prostoy pozitsiyasi LS Plus va Onyxning eng qimmat Premier Plus pozitsiyalari narxi deyarli bir xil, lekin qaysi birini sotib olish kerak? Agar to'g'ri tanlov qilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Avvalo, o'xshash jihatlarga kelsak, ikkalasining motori va korobkasi bir xil va ikkalasi ham sariq yonuvchi lupali old faralarga ega. Onyxning oldingi va orqa taraflarida parktroniklar mavjud, ammo Trackerda bu narsalar mavjud emas. Bokovoydagi slepovoy zona va isitish funksiyalarini faqat Onyxda topish mumkin. Onyxda LED orqa faralar turibdi, ammo Trackerda oddiy galogen lampochkalar joylashtirilgan va Trackerda bokovoy kamera ham mavjud emas. Salon ichiga kelsak, Onyxning o'rindiqlari to'liq ko'jadan ishlangan va isitish funksiyasiga ega. Trackerning esa oddiy latta o'rindiqlari bor. Onyx Start Stop, Climate Control, yarim avtomat parking, rul obogref, bezключевой достуp va eng asosiysi lyuk bilan jihozlangan. Biroq bu funksiyalarning hech biri Tracker LSda mavjud emas. Trackerning bitta plyusi uni saloni Onyxnikiga qaraganda biroz kengroq. Ko'rinib turibdiki, Onyx Premier Tracker LSga qaraganda funksional jihatdan ancha aqlli va ustun.